Demak, asl xo'ja Sharaf Xo'jayev ko'k burchakda, O'razgali Egamberdiyev qizil burchakda. Biroz o'sha tugmachamiz bor bizda, shuni bosish yo'ldan ko'tarilibdi agar shaq jarayonida bo'lib turadi do'stlar. Ochiq jangga kirishib ketishdi ikkala bokschi ham, ikkala sportchi ham. Asl xo'ja Sharaf Xo'jayev bitta jang o'tkazgan, unda g'alaba qozongan. Ikkisi ham Toshkent viloyati vakillari, yana bir bor ta'kidlab o'taman. Agar eshitilmay qolgan bo'lsa albatta. Qisqa masofa, o'ng qo'l zarba. Egamberdiyevdan darhol javob qaytdi Sharaf Xo'jayevdan. Jab. Yana bitta ortidan o'tdi. Qorniga bir qancha zarba, chap qo'l boshiga ham zarba yo'lashga erishmoqda. Egamberdiyev o'ng qo'l, qo'llar ustidan Egamberdiyev ijrosida yaxshi kombinatsiya bilan Sharaf Xo'jayev javob qaytarmoqda. Va bo'ldi. Birinchi raund yakuniga yetdi. Qiziqarli jang. Ha, game plan yo'q, taktika tuzilmagan. Bokschilar vaziyatdan kelib chiqib, o'sha boshlang'ich maktabda deydi-yu. Nimani o'rganishgan bo'lsa, shuni amalga oshirishadi. Hujum, himoya, jablar. Chap berib zarba yo'llash, kutib olishga bo'lgan harakat yo'q, reja yo'q hech qanday. Endi qayerda reja? Bu hali yosh, endigina dastlabki qadamlarni tashlayotgan bokschilar. Ikkinchi raund. Mana endi biroz moslash mumkin, biroz taktika tuzish mumkin. Bu yoqda ko'proq sekundantlarga bog'liq bo'ladi, burchaklarda, ko'rsatmalarga. Chap qo'li bilan yaxshi ishlayapti. Egamberdiyev va ketma-ket yo'llangan zarbalar faolroq jangni olib borayotgan edi. Yana bir knockdown ko'ramizmi? Yo'q, faol o'sha. O'razgali Egamberdiyev qizil burchakda ketma-ket zarbalar yo'lashga yana muvaffaq bo'lyapti. Chap qo'l o'tdi zarba. Qorniga, boshiga, mana endi yana boshiga zarba o'tmoqda va ikkinchi marotaba hisob ochiladi. Yo'q, jangni davom etmas ekan. Hisob ham ochib o'tirmadi. Haddan tashqari ko'p zarba qabul qilib olyapti va bahs yakuniga yetmoqda.
Asilxo'ja Sharafxo'jayev uning qo'li baland ko'tarilmoqda. Amin. Uzr so'rayman albatta. Asilxo'ja Sharafxo'jayev qizil ko'k teskari chiqqandan keyin biz ham adashamizda. Sharafxo'jayev ikkinchi jangini nokaut bilan yakunlamoqda.